2027 yilgi Chevrolet Onix zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik hayot uchun qulayligi bilan kompakt avtomobillar orasida eng qiziqarli yangiliklardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. So'nggi yangilanishlar natijasida ushbu model yanada zamonaviy tashqi ko'rinish, yuqori darajadagi xavfsizlik va rivojlangan multimedia imkoniyatlariga ega bo'ldi. O'zbekiston bozorida ham Chevrolet Onix mashhurligi ortib borayotganligi sababli 2027 modeli avtomobil ixlosmandlari uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu videoda biz sizga yangi Chevrolet Onix 2027 haqida eng so'nggi ma'lumotlar, dizayni, dvigateli, saloni, texnologiyalari, xavfsizlik tizimlari va kutilayotgan imkoniyatlarni batafsil tanishtiramiz. 2027 Chevrolet Onix tashqi dizayni oldingi modelga nisbatan ancha sport uslubida ishlab chiqilgan. Old qismida ingichka full LED faralar, yangi radiator panjarasi, zamonaviy bamper va aerodinamik kuzov elementlari avtomobilga yanada premium ko'rinish beradi. Yangi alyuminiy disklar, LED orqa chiroqlar hamda yangilangan kuzov ranglari Onixni yoshlar va oilalar uchun yanada jozibador qiladi. Ayrim bozorlarda yangi aktiv versiyasi balandroq clearance va crossover uslubidagi elementlar bilan taqdim etilishi ham kutilmoqda. Salon ham sezilarli darajada yangilangan. Ichki qism sifatli yumshoq materiallar, ergonomik o'rindiqlar va kengroq makon bilan jihozlangan. Haydovchi uchun raqamli instrument panel hamda taxminan 11 dyumli sensorli multimedia ekrani Android Auto va Apple CarPlay qo'llab-quvvatlashi bilan birga keladi. Bluetooth, USB, ovozli boshqaruv, simsiz ulanish va ayrim versiyalarda ichki Wi-Fi funksiyasi uzoq safarlarni yanada qulay qiladi. Kapot ostida Chevroletning ishonchli 3 silindrli 1.6 litr turbo dvigateli ishlashi kutilmoqda. Ushbu motor taxminan 115 ot kuchi ishlab chiqaradi va 6 pogonali avtomatik transmissiya bilan birlashtiriladi. Dvigatel yaxshi tezlanish, past yoqilg'i sarfi va kundalik foydalanish uchun muvozanatli xarakteri bilan ajralib turadi. Ayrim bozorlarda mexanik uzatma ham taklif qilinishi mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham yangi bosqichga chiqadi. 6 ta xavfsizlik yostiqchasi, ABS, EBD, EST, Hill Assist, 360 darajali kamera, old va orqa park sensorlari, shinalar bosimini nazorat qilish tizimi, adaptiv cruise nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lakni ushlab turish tizimi, kor nuqtani kuzatish va level 2 ADAS funksiyalari kutilayotgan eng muhim yangiliklar qatoriga kiradi. Haydash qulayligi ham yaxshilanishi kutilmoqda. Yangilangan osma tizimi notekis yo'llarda yumshoq harakatlanishni ta'minlaydi. Elektr rul boshqaruvi esa shaharda va magistralda aniq boshqaruv beradi. Yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi salonni yanada sokin qiladi. Bir nechta haydash rejimlari va tortish nazorati tizimi turli yo'l sharoitlarida ishonchli harakatlanishga yordam beradi. Bagaj hajmi oilaviy foydalanish uchun yetarli bo'lib, orqa o'rindiqlar buklanganda yuk joyi yanada kengayadi. USB tipet portlari, ko'plab saqlash bo'limlari, cruise nazorati, Smart Key, tugma orqali dvigatelni ishga tushirish va masofadan boshqarish funksiyalari kundalik foydalanishni yanada qulay qiladi. 2027 Kia Sonet o'zining zamonaviy dizayni, kuchli dvigatel variantlari, ilg'or multimedia tizimi va yuqori darajadagi xavfsizlik texnologiyalari bilan kompakt SUV segmentida kuchli raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. Agar siz yangi texnologiyalar, zamonaviy ko'rinish, iqtisodiy yoqilg'i sarfi va oilaviy qulaylikni bir avtomobilda izlayotgan bo'lsangiz, yangi Kia Sonet eng yaxshi tanlovlardan biri bo'lishi mumkin. Ushbu modelning rasmiy taqdimoti yaqinlashgani sari yanada ko'proq tafsilotlar e'lon qilinishi kutilmoqda, ammo hozirning o'zidayoq u 2027 yilning eng kutilayotgan kompakt crossoverlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.